Qo'shnimning 3 qizi bor edi. Qizlari bir-biridan chiroyli, juda aqlli edi. Bo'yi yetib, hamma qizlarini uzatgan qo'shnimning xursandchiligi uzoqqa cho'zilmadi. 3 qizida ham bepushtlik aniqlandi. Bir kuni o'sha qo'shnim uyimizga mehmon bo'lib chiqdi. Bir vaqt qizimning qo'lidagi narsani ko'rib, jahl bilan otib yuborib, "Bolangni ham mening farzandlarim kabi bepusht bo'lishini xohlaysanmi?" deb sababini tushuntira boshladi. Sababini eshitib shokka tushib qoldim. Darhol telefonimni olib, qizi bor barcha tanishlarimni ogohlantirdim. Qo'shnimning aytishicha, ayollarning bepusht bo'lishiga sabab bo'ladigan narsa shuki, qiz bolalarni ham ayollar kabi doimiy antiperspirantlar, parfyumeriya va kosmetika vositalari bilan erta yoshdan shug'ullantirish, ayniqsa qo'ltiqqa ishlatiladigan sprey va kremlardan haddan tashqari foydalanish. Quyida ularning ayrimlari va ularning salomatlikka xavflari haqida tanishtirib o'tamiz. Alyuminiy birikmalari. Qo'ltiqqa surtiladigan antiperspirantlarda alyuminiy birikmalari bor. Ular teri teshiklarini yopib qo'yadi. Organizmda toksinlarning chiqmasligiga sabab bo'ladi. Gormonal muvozanatni buzishi va tuxumdon faoliyatini susaytirishi mumkin. Alyuminiysiz yoki tabiiy antiperspirantlarni oling. Masalan, osh sodasi kabi. Parabenlar. Parabenlar kremlar, shampunlar va xususan qizlar ishlatayotgan tonalkalar, atir, lab bo'yog'i kabi vositalarda ishlatiladi. Bu parabenlar ayolning estrogen gormoniga ta'sir qiladi. Gormonal tizimni buzadi. Homiladorlik va tuxumdon faoliyatiga ta'sir qiladi. Almashtirish uchun paraben free deb yozilgan kosmetika va gigiyena mahsulotlarini oling. Ftalatlar. Ular atirlar, spreylar, laklar, gellarda uchraydi. Gormon modullashuvi va tuxumdon faoliyatiga xavf soladi. Homiladorlik imkonini pasaytiradi. Siz tabiiy atirlardan sotib oling. Masalan, phthalate free belgisi bo'lgan mahsulotlarni oling. Nima qilish kerak? Qiz bolalarda terlashiga qarshi qattiq antiperspirantlar emas, balki tabiiy dezodorantlar ishlating. Paraben free, alyuminium free, phthalate free yozuviga e'tibor bering. Kosmetikada yoshiga mos, minimal va tabiiy tarkibdagilarni tanlang. Eng asosiysi, bola organizmiga erta yoshdan kimyoviy hujumni boshlamang. Ularning doimiy ravishda bunday vositalarga duchor bo'lishi, ayniqsa o'smirlik paytida gormonal tizimga ta'sir qilib, tuxumdon faoliyatini izdan chiqarishi mumkin. Bu esa keyinchalik bepushtlikka olib kelishi mumkin. Qo'shnim davom ettirdi. Men qizlarimga har doim eng yaxshi sharoitni yaratishga urinib, ularga dezodorant, kosmetika, juda ko'p turli tarkibida ftalati bor gellar olib berardim. Ulardan ham tengdoshlari kabi yaxshi hid kelib turishini xohlardim. Ammo endi bilibmanki, bunday moddalarning ko'pida estrogenga o'xshash ta'sir ko'rsatadigan kimyoviy moddalar bor. Ular organizmda tabiiy gormonlarning muvozanatini buzib, tuxumdon faoliyatini susaytirib yuboradi. Bu oddiy ma'lumot emas, farzandlarimizning ertangi sog'lom hayoti uchun himoyadir. E'tiboringiz uchun rahmat.